Yaqinda B2 sertifikatini olgan va IELTSdan hech bo'lmaganda 5,5 sertifikati bor bo'lgan kandidatlarga savol. People are working, people who work. Gaplarini so'z emas. Farqini bilasizmi? People are working bu oddiy present continuousdagi gap. Odamlar ishlashyapti degani va bo'ldi. Bu tugadi. People working va people who work hali tugallangan gap emas. Bu kelasi deyarli bir-biriga o'xshaydi. Ishlaydigan odamlar deb tarjima qilinadi. Siz gapda who'ni tashlab yuborib, who'dan keyin kelgan verbga ing qo'shimchasini qo'shsangiz, xuddi mana bunaqa holat bo'ladi. People working. Who yo'q, workga ing qo'shilgan va gapning tarjimasi bir xil. Ishlaydigan odamlar. Biz gapni davom ettirmoqchi bo'lsak, ikkalasidan keyin ham. Agar in this company desak, gap tarjimasi qanaqa bo'ladi? Ushbu kompaniyada ishlovchi odamlar degan birikma paydo bo'ladi. Bundan keyin biz verb qo'yib gapni davom ettirishimiz mumkin. Earn a lot of money. Ya'ni ushbu kompaniyada ishlaydigan odamlar farqli. People working, people who work bir xil. Earn a lot of money. Ko'p pul topishadi degani. Bu narsa sizga o'zi tushunarli bo'ldimi yoki yo'qmi? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Stay sharp.